opajon turavering. 40-haftaga borib bosh miyamizdan bitta gormon chiqadi. Yetilgan yo'ldosh va yetilgan homilani tug'ruq bo'ladi. 4 haftalik zo'raki bo'ldi. Tushib ketdi. O'sha hisobiga sizlar uni tozalattirganingiz yo'q, o'sha hisobiga temperatura berayotgan bo'lishi mumkin. Shepetta fioletoviy bo'lib bitta nisbiy narsa. Xo'p, Regulonni menga u doktor Regulon yozib bergani uchun yoqmadi. Bu doktor Regulon yozib bergani meni yomon holatga tushirib qo'yapti deyish. Endi men ozgina qo'shilmayman, hamma narsa o'zining qonun qoidasi bor. 9-oyni plan qilib homilador bo'lganimizda gormonlarimiz o'tib chiqadi, ya'ni ishlamaydi. Homila to'xtatildi qaysidir sabab bilan, hozir u sabablarga ham to'xtalamiz, nimaga rivojlanmay qoldi va qaysi gormon qat'iy ishlashni bilmay qoladi. O'shaning uchun homila to'xtatildi, endi tuxumdon ishlashi kerak. Gormonal fon shunaqa narsaki, u tarozi o'ynashni boshlasa olib kelib olishimiz qiyin. O'shaning uchun u doktor to'g'ri taktika qildi. Yukidishdan keyin 2 oymi, 3 oygami qanchadir muddatga tuxumdonni dam oldirmoqchi bo'ldi. Mana o'sha maqsadda Regulon yozib berdi. Va Regulonni ham endi yozgandan keyin to'g'ri ko'ngilni aytadi, qonni quyuqlashtiradi, lekin sitma bermaydi. Temperaturing bundan emas. Xo'p, mana shularni inobatga olib, yoniga bitta qon suvi turadigan yoki ko'ngillanishga nimadir qo'shish mumkin. Ana endi 6-chi va 7-chi tabletkani ichasan, uni 21 ta ichmasang, o'zing yetasan, bir xil paytda ichish kerak. Noto'g'ri ichsa qon ketib qoladi. 21 ta tabletkagacha sabr qilib o'tiramiz. Qon suvi quyuqligini nazorat qilib, qon suyultirishga bitta preparat, ko'ngillanishga bitta preparat qo'shib olib o'tiramiz. Ya'ni 21 ta ichgandan keyin 7 kun ichida menstruatsiya bo'ladi va undan keyin yana to'xtatishni o'ylab ko'rsak bo'ladi.